Bu narsani rasmini ko'rib o'zi hayron bo'layotdim. Nima bo'pti? Miya debdi. Men bilasizlar, endi Instagramda men kuzatadiganlar biladi. Ko'p energetik ichaman, ba'zan charchab qolaman chunki kuchim yetmay qoladi. Hozir Dilfuza opa bilan maslahatlashuvdik. Menga kerakli mahsulotlardan bittasi ekan, ya'ni insonga energiya berar ekan. Hech qanaqa zararsiz. Energetiklar bilasizlar, juda ham zarar organizmga. Lekin buni zarari yo'q. Qaytanga bu organizmga vitaminlar berib, energiyaga to'ldirib, miyani yaxshi ishlashida xizmat qilar ekan. Mana shu mahsulotdan hozir yana olib ketyapman. Bir qator yengilliklar bor bu yoqda. Hattoki men bu narsa ham, bu boshqasi, bu boshqasimi? Boshqa. Bu qanaqa? Bu tonus, bu energiyani ko'tarib, kayfiyat beradi. Anomiyani 2 barobar ishlashini yordam beradi. Bu kayfiyat ham beradi. Kayfiyat ham beradi. Shizo. Bundan ham olaman. Mana shu narsani ikkalasi menga juda kerakli narsa. Xursand bo'lib ketyapman, chunki zararsiz narsa-da. Foyda olsanglar olasizlar, zarar olmaysizlar. Xuddi shunaqa energetikni ta'sirini beradi. Zo'r.